Akamizni 3 yil oldin operatsiya qilganmiz. Qadrdon akamiz xabar olib turadilar har doim. Burun to'siqlarni to'g'irlab berganmiz. Shu 3 yil oldin shu bir tomon burnim bilan nafasim yaxshi ola olmasdim. Kelganimda o'zi aslida boshqa maqsadda kelgandim. Tomog'im ko'rsatgan kelgandim. Bular o'zlari ko'rib bilishdi shuni, burningizda shunaqangi bunaqa bor ekan, to'siq bor ekan deyishdi. Shu 3 yil oldin keyin operatsiya qilishdi bular, rahmat. Hozir mana burnim ikkalasida ham o'sha 3 yildan beri mazza qilib nafas olyapman. Oldin bitta bir tomonim bilan o'ng tomonim bilan yaxshi nafas ola olmasdim. Men uni bilmaganman. Rahmat. Men har doim bu yerga kelib turaman, tomog'imga ham, qulog'imga ham. Shuning uchun rahmat sizlarga. Salomat bo'ling aka. Bizdan xursandmisiz? Albatta xursandman-da. Xursand bo'lganim uchun kelaman faqat. Boshqa joyga bormayman. Sizlarda ham quloq, tomoq, burunda muammo bo'lsa murojaat qilsanglar bo'ladi. O'zinglarni ehtiyot qiling. O'zim ham mana qishlog'imizdan nechta odam jo'natib yubordim, o'z bilasiz. Bular ham yaxshimi hammasi? Hali farzandlarimni adenoid deysizlar. Shu burnida adenoidlarni olishga shaqa jo'natganman o'zim.